Mana shu chek ayollar uchun juda muhimda va biz erkaklar odatda xijolat bo'lamiz ko'cha-ko'yda chek so'rashlikka. O'shanga bilib hurmatli tadbirkorlar o'zinglar so'ramasak ham beraveringlar. Biz uni ayollarimizga olib borib beraylik. Ular soliq ilovasidan bir urgandan keyin maza qilishsin. Hayron qolamanda, ba'zi joylarga borib turib naqd pul beradigan bo'lsangiz, chekini bergisi kelmaydi. Mana shu QR kodni. Ko'zingizga qarab turaveradi-da, indamasdan. So'raydimi, so'ramaydimi deb. Propan gaz quyganni kirdim bitta joyga va 300 mingdan oshib 400 mingga yaqinroq savdo qildim, sotib oldim. Endi qaranglar. Naqd pul berganimga ko'zimga qarab turibdi-da. Aytdim, iltimos, aka, men gadoy emasman, men sadaqa so'ramayapman va bizni bunaqangi xijolatli vaziyatga qo'ymanglar. Bizni yalintirmanglar. Undan ko'ra o'zingizlar bilib beringlar boshqalarga ham, nafaqat menga, boshqalarga ham. Shunda erkaklar unaqa noqulay vaziyatda qolib ketmaydi deb aytdim-da, keyin chiqarib berishyapti chekini. Bu ayollar uchun juda ham muhim domlanku. Haliga naqd pul bersangiz ham bunaqa maza qilishmaydi. Arzimagan 500 so'm, 700 so'm, 1000 so'm, 2000 so'm pul tushadi bitta chekdan. Lekin bir oy davomida 50 ming, 70 ming, 80 ming pul yig'ib qo'yishadi. Bilmadim. Bizning uydagilarga naqd bersangiz ham undan ko'rasa bizni cheki maza qiladi deyshadi-da. Boshqalarda ham shunaqa bo'lsa kerak. Kommentariyada fikringizni yozib qo'yinglar. Balkim bu ba'zi insonlarga yetib borar va o'zlari bilib biz so'ramasak ham chekini berishar balkim.